Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Bugun biz siz bilan nokaries kasalliklari, ya'ni karies bo'lmagan og'iz bo'shliqdagi tishlarning kasalliklari haqida gaplashib o'tiramiz. Tish qattiq to'qimalarini ketmonsimon nuqsoni degan bir nuqson bor. Bu nuqson vaqtida tishlarimizni agar biz noto'g'ri yuvadigan bo'lsak yoki bo'lmasa chaynov mushaklarimizni ishlash mexanizmida disbalans yuzaga kelsa, ya'ni chap taraf bilan o'ng taraf bir xil me'yorda ishlamasa yoki prikuslarimizda qaysidir tishlarni yo'qotganmiz, qo'shimcha tishlarni kuchini boshqa tishlar bajarayotgan bo'lsa, bunday holatlarda nokaries kasalliklari, ya'ni emallar darz ketishi, chatnashi, tishning bo'yin qismida emal moddasining kamayib ketishi natijasida tishlarning sezuvchanligi oshib ketib qoladi. Yana bir nokaries kasalligiga biz eroziyani misol qilib keltirishimiz mumkin. Eroziya bu tishlarning emal qavatining yemirilishi, ya'ni kimyoviy kislotalar natijasida emalning yemirilishi. Bunga misol qilib ko'p gazli ichimliklar, energetik iste'mol qiladigan insonlar yoki iste'mol qiladigan tabiiy suvimiz tarkibida kislotali muhitning yuqori bo'lishligi, ishlash jarayonimizda, ya'ni ish muhitimizda kislotali muhitda ishlaydigan insonlarda emal qavatlari eroziyaga uchrashi mumkin. Biz ish faoliyatimizda ko'p uchratganmiz. Tishlari sog'lom bo'ladi, ammo konda yoki bo'lmasa maxsus laboratoriya sharoitida ishlaydigan insonlarni tishlari eroziyaga uchraganiga misol bo'ladi. Bunday holatlarni oldini olish maqsadida agar sizning tishlaringizda sezuvchanlik oshgan va emallarga putur yetgan, emallarning ustida dog' shaklidagi yo'tsimon yoki bo'lmasa bo'rsimon oqish dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta stomatologga boring va stomatolog nazoratida bo'lib turishingizni sizga tavsiya qilamiz. Yana bir nokaries kasalliklari bu abraziya deyiladi. Ya'ni bunda tish mexanik ta'sirlovchilar natijasida yemiriladi, bir qismi uchadi yoki bo'lmasa kasbiy doir, misol uchun etikdozlar yoki bo'lmasa tikuvchilar, ko'p pista chaquvchi insonlar, tirnoqlarini ko'p tishlaydigan insonlarda emal zararlanishi, ya'ni mexanik tarzda emalning darz ketishi, emalga putur yetishi kabi belgilar paydo bo'ladi. Bunda ham tishlarning sezuvchanligi nihoyatda oshib ketadi. Agar sizda shunaqa yomon odatlar bo'ladigan bo'lsa va tishlaringizning ustlari mexanik ta'sirda yemirilgan bo'lsa, albatta stomatologga chiqing va tishlaringizni plomba qo'yiladiganlarga plomba, qoplama qo'yiladiganlarga qoplama qo'yilib, o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardik. Nokaries kasalliklardan yana o'ta bir muhimi bu tetrasiklinli tishlar deb nomlanadi. Bunda qachonki ona homilador vaqtida tetrasiklin preparatini qabul qilsa va keyinchalik homiladan keyin, ya'ni tug'ruqdan keyin bolaning tishlari chiqadi va bu tishlar kasallanib ketgan bo'ladi. Shu sababdan ham homiladorlik vaqtida qandaydir preparatlarni ichishdan, qabul qilishdan avval albatta ginekolog yoki oilaviy terapevtik vrachingiz bilan maslahatlashingizni va to'g'ridan to'g'ri har qanday preparatlarni qabul qilmasligingizni so'rayman. Chunki homiladorlik davrida qabul qilayotgan preparatlaringiz keyinchalik farzandingizni tishlarini nosog'lom bo'lishiga olib kelishligi mumkin. Yodda saqlang, tetrasiklin preparatini homiladorlik vaqtida qabul qilish mutlaqo mumkin emas. Agar siz tetrasiklinli preparatlarni qabul qilsangiz, albatta farzandingizning tishlari keyinchalik nihoyatda ommatan ko'p tishlari kasallanishiga sabab bo'ladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, tishning nokaries kasalliklariga bir necha misollar keltirdik. Bundan tashqari ham nokaries kasalliklari juda ham ko'p. Shu sababdan doim stomatolog qabulida bo'ling. Berayotgan ma'lumotlarimizdan sizda qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozing yoki bizga yo'llang, biz sizga albatta javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.